Telefonni ochaman, yana yomon xabar. Kimdir urush ichida, kimdir yo'qotadi diydor. Kimdir kulib turibdi suratning ortida, lekin qancha dard yashirin o'sha bir qarashda. Dunyo shoshilyapti, lekin odamlar sovuq. Hamma baxtli ko'rinadi, ichida esa bo'shliq. Begona dard 5 daqiqalik bir hikoya. Ko'rdik, achindik, keyin surdik pastga. Pul endi odamning qadrini o'lchaydi. Layklar go'zallikni, ekranlar haqiqatni. Sevgi ham shart bilan keladigan bo'ldi. Odam odamdan uzoqlashib ketadigan bo'ldi. Aytingchi, nega yolg'on baland, haqiqat esa pastda? Dunyo o'zgardimi yoki biz o'zgardikmi? Bir-birimizni ko'rib, bir-birimizni yo'qotdikmi? Aytingchi, nega birovning dardi tegmaydi yurakka? Biz dunyoni o'zgartirmoqchi edik bir paytlar, endi qo'rqamiz dunyo o'zgartirib qo'ymasin bizni. Aytingchi, nega kimdadir hamma narsa bor, ammo ko'ngli huvillab, kimdadir hech narsa yo'q, lekin yashaydi umid bilan. Biz tinchlik haqida gapiramiz urushni ko'rib, mehr haqida yozamiz bir-birimizni sindirib. Hamma kuchli ko'rinadi, ichida esa charchagan, har tong yana turadi, demak hali taslim bo'lmagan. Hali kimdir begona uchun qo'l uzatadi, hali qorong'u kechadan keyin tong otadi. Balki dunyo yomonlashmagandir, balki biz ko'proq narsa ko'ra boshlagandirmiz. Ertaga yana og'ir kun kelsa ham, agar dunyo unutgan bo'lsa mehrni, balki uni eslatish bizdan boshlanar.